Assalomu alaykum akalar. Mana bugungi ish jarayonimizda tiriklikka avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. Qoraqalpog'istondan kelishgan ekan bu akamiz. Xudo xolasa eng full komplektda bunga metan sumka qilib beramiz. Qo'yilgan jihozlar Yevropa gaz, Basic 24, X original reduktor, italyanskiy real original parsukalar bilan akkuratni qilib sumka qilinyapti. Xo'p, orqasiga keladigan bo'lsak, egasini talablariga binoan 330 talik bilan chiroyli qilib akkuratni qilib yo'lab beryapmiz. Xo'p, ichkarida yana bitta tiriklikka avtomobilimiz bor. Bunga ham propan sumka qilib beryapmiz. Unisiga metan, bunisiga propan. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizga ham Yevropa gaz, italyanskiy real original parsunkasi va italyanskiy nordik original reduktorlar bilan akkuratni qilib sumka qilib beryapmiz. Narigi xonamizda xuddi shunday yana bitta tiriklikka avtomobilga propan sumka qilinyapti. Xo'p, akalar, kimlarga mana shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum akalar. Mana bugungi ish jarayonimizda tiriklikka avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. Qoraqalpog'istondan kelishgan ekan bu akamiz. Xudo xolasa eng full komplektda bunga metan sumka qilib beramiz. Qo'yilgan jihozlar Yevropa gaz, Basic 24, X original reduktor, italyanskiy real original parsukalar bilan akkuratni qilib sumka qilinyapti. Xo'p, orqasiga keladigan bo'lsak, egasini talablariga binoan 330 talik bilan chiroyli qilib akkuratni qilib yo'lab beryapmiz. Xo'p, ichkarida yana bitta tiriklikka avtomobilimiz bor. Bunga ham propan sumka qilib beryapmiz. Unisiga metan, bunisiga propan. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizga ham Yevropa gaz, italyanskiy real original parsunkasi va italyanskiy nordik original reduktorlar bilan akkuratni qilib sumka qilib beryapmiz. Narigi xonamizda xuddi shunday yana bitta tiriklikka avtomobilga propan sumka qilinyapti. Xo'p, akalar, kimlarga mana shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin.